Arzondan arzon narxga hovli uy topib qo'ydim sizlarga. Hovli uyimiz Bo'stonliq tumani Qizilsuv qishlog'i Jonboyota mahallada joylashgan. Maydoni uzundan uzun, kompaktli. Videoga like bosib qo'yinglar, videoni oxirigacha ko'ramiz. Hovli uyimiz fasadi 15 ga 47, yer maydoni 7 sotudan iborat, mahallamizda 2 asfalt qilingan. Hovli uyimiz pishgan g'ishtdan qurilgan, to'rxonadan iborat, yonda ruskiy banyanlari, garajlari ham bor. Hovli uyimiz egalari Rossiyada bo'lganligi uchun eshigini ochib ko'rsata olmaymiz, kaliti o'zlarida ekan, kelgan paytda ko'rsatiladi. Orqa tarafimizga o'tganimizda, orqa tarafimizda bog'larimiz mana uzumlarni ekib qo'ygan. Bog'larimizda mevali daraxtlarimiz ham bor. Yonginasida tog'i etagida joylashgan hovli uyimiz. Uyimizga kirasiz, yashaysiz. Kommunikatsiyadan muammo yo'q. Svet, suv, gaz bor. Narxi keladigan bo'lsa, opisanda qoldiramiz. Videoga like bosing, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.